Hayotimizda shunday insonlar borki, ular biz bilan bir jabhada mehnat qiladi va albatta yuksak muvaffaqiyatlarga erishadi. Lekin ular bizning nazdimizda hamma ishi doimgidek mukammal ko'rinsa-da, uning orqasida turgan tajribali va ayni paytda qiyinchilikka uchragan damlarni biz ko'rmaymiz. Bugun ana shunday afsonalardan biri ustozimiz Davronova bilan suhbatga keldik. Assalomu alaykum ustoz. Ko'rsatuvimizga demak xo'p deb rozi bo'lganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bugun mulohazaning barcha tomoshabinlari sizni ko'rishga oshiqib turibdi. Avvalo rozi bo'lganingiz uchun yana bir karra tashakkur. Ustozimiz Davronova nafaqat pedagogik mahorat bo'yicha o'z nomiga ega, balki albatta boshqaruv tizimida o'zining demak siyosatiga ega siyosatdon ustozlardan sanaladilar. Shuning uchun ham biz ayni damda 21-asr taraqqiyotida sizga o'xshagan rahbarlarni, ustozlarni va eng asosiysi muvaffaqiyatli ayollarni izlab topib, ular bilan suhbat qilishga juda oshiqamiz. Va keling suhbatimizni eng avvalo ana shunday ayolning, ana shunday rahbarning demak bolaligi qanday o'tgan ekan degan savol bilan suhbatimizni boshlasak. Marhamat. Rahmat. Juda ham maqtab yubordingiz. To'g'risi. Endi biz ish bilan bo'lib ko'pincha o'zimizni haqiqatan o'tmishimizga hamma vaqt nazar solmaymiz. Qolaversa insonning shakllanishida albatta bolalik eng katta o'rin tutadi. Men 1969-yil 16-martda Buxoro shahrida dunyoga kelganman. Otam bilan onam oliy ma'lumotli bo'lmasalarda juda ham ilmlari yuqori bo'lgan. Endi ularning hayotlari shunday bo'lgan, otam yetim o'sganlar. Onam esa bosh farzand bo'lganlar. Shu uchun oliy ta'lim muassasalarida o'qish ularga nasib qilmagan. Lekin ularning bir umr orzulari bo'lganki, biz o'qimadik, lekin farzandlarimizni hammasini o'qitamiz. Asosiy shu meni o'qituvchi bo'lishimda, asosiy shu ilm dunyosida ketishimda onamning o'rinlari katta deb bilaman. Onajonimni. 1-sinfni Buxoro shahridagi 4-maktabda o'qiganman. Keyin oilamiz bilan ko'chib ketganligimiz sababli Buxoro shahridagi 8-maktabda o'qishimni davom ettirganman. O'sha yerda bitirib 1986-yilda Buxoro pedagogika instituti vaqtida rus tili va adabiyoti fakultetiga o'qishga kirganman. Uni tugatganimdan keyin mehnat faoliyatimni ana shu Buxoro tumanida boshlaganman, chunki shu Buxoro tumaniga kelin bo'lib tushganman. To'g'risi shahar qizi, qishloqqa turmushga chiqqanman, qishloqqa kelin bo'lib tushganman. Ko'pchilikda shu yerda hayrat bo'lishi tabiiy, chunki biz bilamiz, baribir shahar nisbatan tumanlarga nisbatan rivojlangan bo'ladi va u yerda ota-onasining erka, yagona, ilmli qizi qishloqqa kelin bo'lib tushishi, oho, menimcha bu yerda hikoyamiz juda ham qiziq davom etadi. Biz oilamizda 5 ta qiz edik, o'g'il bola yo'q edi. Hammamiz qizlar edik. Shu uchun otamning bitta gaplari bor edi. Men va onang sizlarning o'zlaringizda doimo bo'la olmaydilar. Bolalarim sizlar o'zlaringiz himoya qilishni va o'zlaringiz uchun turib berishga harakat qilishlaringizga o'rganishlaringiz kerak. Shu uchun dadam bizni o'zini o'zi himoya qilish, qizlar to'garaklariga qo'yganlar, hattoki qiz bolaga qiyin bo'ladi. U o'zini o'zi himoya qilishi kerak. Akayız yo'q, dadayız, onayız oldingizda bo'lmaydilar doimo deb. Balkim o'sha yerdan kuch olganmizmi? Onam bo'lsalar agar uyda uy bekasi edilar. O'zlari juda ham ipchil, tikuvchilar. Rahmatli onam biz 5 ta qizga tikuvchilik hunarini ham o'rgatganlar. Men hatto maktab davrlarida dugonalarimga ko'ylaklar tikib, yubkalar tikib, koftichkalar tikib pul ishlaganman. Pulga muhtojligimiz yo'q edi, ammo bu men o'ylaymanki farzandlarni mehnatga o'rgatishni bir turi bo'lgan. Endi biz katta bo'lgandan keyin bu narsani tushundik. Doimo ana shu mehnat qilib, mehnat orqasidan inson hamma narsaga erishishi kerak deyiladi. Shu 3 oylik kanikulimizda davrida dadam bizlarni bog'chaga ishga qo'yar edilar.
yordamchi tarbiyachi sifatida. O'sha paytda o'quvchi bo'lgansiz. O'quvchi bo'lgan biz. Maktab o'quvchisi 9-chi, 8-chi, 9-chi sinflarda bolalar bog'chasida u vaqtda yordamchi tarbiyachilar ta'tilga ketgan vaqtlarda bizlarni o'sha yerga ishga joylashtirganlar. 3 oylik ta'tilda biz ishlab, men bilaman, mana yaslni gruppaga, ya'ni emizikli bolalar guruhiga qo'yganlarida bolalarni garshoklarini yuvishga ham to'g'ri kelgan. Men hozir ham o'quvchilarga aytamanki, men pedagogik faoliyatimni garshok yuvishdan boshlaganman. Ajoyib bo'ldi bu yerda. Juda kutilmagan burilish. Ko'pchilik juda ham qiyin edi. Ona bo'lmagan odam masalaga qiyin ekanda bolaga og'zimga shu sochiqni bog'lab olib, shu garshoklarni yuvar edim to'g'risi. O'sha yerda o'sha ustozlarni, tarbiyachilarni mahoratlarini ko'rib, menga ham o'shanda havas uyg'ongan. O'qituvchi bo'lishga, aynan pedagogika yo'nalishida. Keyinchalik orzular doirasi kengayaverdi. Jurnalist bo'lmoqchi bo'ldim, keyin vrach bo'lishga ham maqildim. Lekin dadamning bitta gaplari meni qolgan barcha orzularimni bir chetga surib, yagona bitta maqsadni tanlashimga turtki bo'lgan. Dadam aytganlarki, bolam, men qiz bolani Toshkentga o'qishga yubormayman. Buxoroda meditsina instituti yoki jurnalistikaga tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari yo'q edi. Buxoroda faqat Buxoro pedagogika instituti, Buxoro oziq-ovqat va texnologiyalar instituti bor edi. Mana senga ikkita institut, qay birini xohlasang xohlagin, lekin Toshkentda o'qiyman demagin. Shundan keyin hamma orzularimni ichidan bir saraladim. Qaysisi haqiqatan ham ko'proq, aslida men qaysini ko'proq xohlayman? Keyin nuqta qo'ydimki, men haqiqatan rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Maktab davrida o'quvchilar olimpiadasida ishtirok etganman. Hattoki respublika bosqichigacha ham ishtirok etganman rus tili va adabiyoti fanidan. Yutuqlarim bor edi. Maktabni kumush medali bilan bitirganman. Bittagina matematika fanidan 4tim bor. O'zi tilchilar, filologlar shunday matematikada. To'g'risi hozir ham o'quvchilarim qiynalsalar aytamanki, zerikmanglar deyman. Hamma fanni inson o'zlashtira olmaydi. Ma'lum bir yo'nalishga albatta insonni to'g'ma qobiliyati bo'ladi. Balkim matematika sizniki bo'lmasa, balkim tildir, balkim texnika yo'nalishidir deb shunaqa qilib o'quvchilarimizni o'zi kasbga yo'naltirgan vaqtda shu misollarni aytaman. Hozir ham men uchun matematika shu 5-sinfgacha yaxshi bilaman. U yo'g'iga o'zi qiynalaman. Chunki o'qituvchi uchun o'qiganman matematikani, to'g'risi baho uchun o'qiganman. O'zim uchun, bilish uchun o'qimaganman. Xotira o'sha narsani saqlar ekanda, shu o'qituvchi uchun bo'lsa, shugun o'qituvchiga aytib berdingiz, ertaga sizdan chiqadi. Biz o'sha o'zimizni miyamizga shunaqa topshiriq beramizda, o'qituvchiga aytib berdik. Ertasiga kerak emas bu informatsiya desangiz bo'ldi ekan, miya ushlamas ekanda informatsiyani. Demak, miyaga qanday signal yuborsangiz shunday. Keyin yoshligimizda men aytdim-ku, shu o'qituvchi bo'lishimga ko'proq undagan bu onamlar. Onam juda ham aqlli ayol edilar. Men juda ko'p kitoblarni o'qiganman. Haqiqatan o'sha o'qigan kitoblarimni ichidan terma qilib onamni topganman-da. Qaysidir qahramondan qaysidir xislatlarini. Keyin onam juda ham ko'p kitob o'qir edilar o'zlari. Bizga doimo ertak aytib berardilar yoshligimizda. Sal kattaroq bo'lganimizdan keyin o'zlari kattalar ertagini to'qir edilar-da onam. Qilayotgan hatta harakatimizga qarab bizga atab ertak to'qir edilar onamda. Kuldirish uchun ham ertak to'qir edilar, kulgili hajviy ertaklar ham to'qir edilar. Oliy ma'lumot yo'q emas edilar, lekin juda ko'p kitob o'qir edilar. Onamni o'sha hayotlaridagi missiyalari shunday iborat bo'lganki, shu 5 ta qizni yaxshilab, avaylab o'stirib, yaxshi inson qilib tarbiyalab, egasiga topshirish, ana shu missiyani u kishi bajarganlar. Lekin juda ham qo'yilmaqom bajarganlar. Men shunday deb baho beraman onamga bugun. Sizning yutuqlaringiz aytib turibdi. Albatta. Onam juda ko'p yordam berganlar. U kishi shunday inson edilarki, bizni uyimizda katta devorimizda siyosiy xarita osilgan bo'lardi-da. Har kun kelganimizda onam varaqda yozib qo'yardilar. Bugun
katta opam Jamila masalan Hindiston davlatini topadi. Endi eng primitivlari shunday edida. Zamira topadi Nil daryosini. Nazira topadi aytaylik qaysidir yarim orolni. Nasiba topadi ana buni, Nigora topadi ana buni. U kishi avval izlab, shu ko'zga ko'rinmas kichkina davlatlarni, kichkina daryolarni, avval katta materiklardan boshlar edilar. Har kun bilardiki, biz keldikki, hozir ham bilasizmi, xarita bilan juda zo'r ishlayman. Chunki men izlaganman, axtarganmiz, topganmiz. Bu bizning birinchi topshirig'imiz edi. Ikkinchi topshiriq xamirlik ovqat qilsak agar, uni tayyorlab, masalan, mantiq qilmoqchi bo'lsak, 5 ta qiz o'tirardik, onam 6-chi, o'rtada qiyma yasayotgan vaqtimizda onam bir boshdan bugun maktabda o'zlashtirgan barcha ma'lumotlarni so'rab olar edilar. O'zimiz mehnat bilan, faoliyat bilan bandmiz, lekin aytib berardik. Masalan, bugun tarixda qaysi mavzuni o'tdik, nimalarni bildik, opam aytib berardilar. Biz bir-birimizni sinfimizdagi materiallardan har kun boxabar bo'lardik. Ishonasizmi, menga o'qish qiyin bo'lmagan. Chunki opamlardan eshitganman-da, ma'lumotlar almashinib, matematikani ham, ingliz tilida nima bo'lsa ham hammasini bir-birimiz bilan baham ko'rardik bilimlarimizni. Soat 5 da kechqurun dadam ishdan kelib, bir kundaligimizni ko'rar edilar. 5 ta qizni kundaligimizni ko'rardilar. Men otam bilan onam uchun 4 olishga 4 olsam, men ularni qilgan mehnatini oqlamadim deb o'ylardim-da. Hammamiz intilar edikki, otam bilan onamni xursand qilishga. Va xursandchiligimizni ikkinchi tomoni albatta bu motivatsiya edi. Har hafta shanba kuni yakunlanardi va yakuniy kundaliklar ko'rilardi. Aytardilarki, agar shu hafta davomida hamma baholaringiz 4-5 bo'lsa, men sizlarni aylantirishga olib ketaman deyardilar-da. Rag'bat bizni parklarga olib borardilar dadam. Ana yaxshi ovqat pishiradigan joylarga olib borib, o'sha yerda bizni bir rag'batni bir turi, bir motivatsiyani bir turi edi u-da. Shu o'rinda bitta savol, oddiy oiladan chiqqansiz. Oddiy oila bo'lsa ham, ya'ni shu narsaga ahamiyat qaratilganligi men hozir e'tiborimni tortyapti-da. Ota-onangiz o'zlari oliy ma'lumotli bo'lmasalar ham 5 ta qizga bir xil baravar e'tibor bera olishgan. Va rag'batda ham xuddi shunday. Ana shundan keyin 10-sinfni bitirish arafasida endi hamma baholarimizni ko'rganda otam o'sha traditsiya tashkil qilganlar, opalarimga ham shunday kelgan. Endi an'ana, oilaviy an'ana o'sha vaqtda tilla yo halqa yo tilla uzuq olib berardilar. Agar hamma baholaringizni shu 5 bahoga bitirsalaringiz maktabni, bitiruv oqshomi kuni bizga o'sha narsani taqar edilar-da. O'zimizni olib borib magazinga qaysi birini xohlaysan? Shuni qaysi birini xohlasang, shu saniki. Chunki sen mehnat qilding 10 yil. Sen shu yutuqqa erishding. Qizim, ana endi sen xohlaganingni olgin deyardilar-da. O'shangacha biz unaqa tilon taqinchoq taqmasdik to'g'risi, chunki aytdikki, oddiy oilani farzandi edim men, lekin biz hech narsaga muhtoj bo'lganimiz yo'q singlim. Hech narsaga. Hamma narsani oldini kiyardik. Hamma narsani oldini yeyardik. Negaki? Chunki hammamiz mehnat qilardik. Aytdim, shu 5 ta qiz ham tikardik. Bu ham oila byudjetiga yordam edi. Yozda ishlardik, qo'shimcha ishlardik. Va muhtojlik joyimiz yo'q edi. Bu ham otamga yordam bo'lgan, onamga yordam bo'lgan. Onam ishlamaslar uyda, lekin tikuvchilik qilib, albatta pul topadilar. Juda zo'r tikuvchi edilar. Onam rahmatli. Haligacha tikib turasiz, menimcha. Tikaman, lekin bilasizmi, yillar o'z ishini qilar ekan. Bitta narsaga amin bo'ldim. Juda ham ishtiyoqim bor edi tikuvchilikka. Keyinchalik shu ko'proq o'zimni ishimga o'zimni band qilganligim sababli men ko'p uzoq o'tirish nimam yo'qoldi. Yo'q, ichim qisib boshladi. Sabr. Tikuvchilik bu juda o'ta sabrli insonlarning kasbida bu. Unga juda buyuk sabr kerak. Men sabrsiz deya olmayman. Lekin meni kasbim
doimiy harakatni talab qilganligi sababli man yillar o'tib o'sta e'tibor bersam agar u kasbdan cheklanaverdim. Chunki u narsaga vaqt ajratib shu bir narsani boshlasam oxirigacha yetkazishim kerak. Menda shunaqa prinsip borda. O'sha narsa bo'lmagani uchun men yaxshi shu ishni qilmaslikka keyin nima qildim. Lekin hozirlar ham qandaydir bir modellar yaratish borasida hali ham yoshlardan qolishmayman. Albatta o'zimning fikrim bor. Qiziqaman, moda dunyosiga ham qiziqaman. Buni o'sha maktabga kirish jarayonida ham biz guvoh bo'ldik, chunki dizaynlashtirish, o'sha tashakkurnomalarni o'z o'rniga qo'yish yoki hozir biz ko'ryapmiz, ayni damda kadr ortida yana ko'rsatamiz tomoshabinlarimizga, o'sha gullarga e'tiboringiz, mehringiz juda boshqacha. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha ijodkorlik qobiliyati albatta onangizdan yuqqan ekan. Shu o'rinda oilaviy muhitingizdan boshladik. Meni e'tiborimni har bir gapingiz tortida bitta oilada 5 ta qiz, har biriga e'tibor bera olish va onajoningizning shu oliy ma'lumotli bo'lmasalar ham o'sha xaritani tashkil qilib har biringizga berib o'sha vazifa berishlari, ovqat qilish jarayonida savol-javoblar, yana otangiz kundaligingizni tekshirishi. Endi men hozirgi zamon ota-onalari bilan solishtirsam agar, keling siz solishtiring. Siz rahbarsiz, sizning haqqingiz ko'proq bu mavzuda gapirishda. Qanday xulosaga kelasiz? O'zingizning davringizdagi ota-onalar farzandiga qanday e'tibor qilgan? Hozirdachi siz o'quvchilar bilan har holda ishlaysiz doimiy ravishda. Hozir juda ham bunday oilalar hozir deyarli unchalik saqlab qolinmagan. Afsus. Endi afsus. Qayerdadir buvilar bo'lsa, o'sha yerda hali bu an'analarning ko'rinish beradi bolalarda. Men o'quvchilarga ham aytaman, kimdir bo'lsa bahslashgan vaqtimizda doimo aytamanki, farzand oilaning oynasi. Uni bir bo'lagi sifatida bolaga qarab biz uni oilasiga baho beramiz. Haqiqatdan o'sha oilaning namoyandasi, u o'sha oiladagi barcha muhitni ana shu yerga olib keladi. Bitta narsani bilaman, agar qaysi oilada tartib, intizom bo'lsa, endi hamma narsada, maktabda ham o'sha o'quvchi boshqa xil. U tartib intizomga o'rgatilgan bola. Ya'ni hamma narsani o'z joyida qo'yadi. Kiyinish borasida ham, darslarga munosabat borasida ham, kattalarga hurmat borasida ham, tengqurlari bilan qiladigan muloqotlarida ham ana shu oilani nimasini olib keladi-da, muhitini olib keladi, oilani kayfiyatini olib keladi maktabga. Men ana shu bolalarga shunday bir odatim bor, men rahbar sifatida ancha yillardan beri ishlasam ham bitta odatni kanda qilmayman. Har kun ertalab barvaqt kelib, vaqtli kelib, har bir o'quvchini tashqaridan kutib olaman. Hozirgacha ham. Hamma biladi, meni o'rnim tashqarida. Men ertalab kirmayman, men kabinet sevar inson emasman. Men bolalarimni kuzatishni yaxshi ko'raman. Qanday kelyapti? Qanaqa kayfiyat bilan kelyapti? Uni kiyishiga, masiga e'tibor beraman. Ikkinchisi, men bolalarni ko'p kuzataman, sababi hozir qizlarimiz juda ham barvaqt yetilyapti. O'g'il bolalarimiz ham men hozir ham aytaman, bizni bolalarimiz telefonga tayyor emas edi. Bizni xalqimizni bolalari telefonga tayyor emas edi. Bizni xalqimizni bolalari. Ular juda ham katta informatsiya birdaniga keldi. Uni tahlil qilish, analiz, sintez qilishga hali mo'yilligi yo'q edi bolalarimizda. Har bir ko'rgan narsani o'ziga ibrat sifatida olib bolalarimiz shuni qay darajada to'g'ri, noto'g'riligini bilmagan holda xatoliklarga yo'l qo'yish boshladi bolalarimizda. Men buni ko'rdim. Birinchi ota-onalarimiz ham shu xatoliklarga yo'l qo'yib boshladi. Shu narsada to'xtalsangiz, aynan ota-onalar, chunki men ham pedagogik faoliyatim bor, hozirgacha bor. Xuddi siz aytayotganingizdek, ustoz, har bir kirayotgan bolani kuzataman-da, bolalarga havas qilaman, ayrimlariga qanday qilib ota-onasi shuni tarbiyalagan ekan, men shunaqa ota-ona bo'larmikinman deyman. Ayrimlarini ko'rib juda bir dahshatga tushaman-da, chunki haqiqatdan siz aytgandek tarbiya va intizom oiladan boshlanar ekan, lekin ungacha kuzatmagunimgacha meni doim o'ylantirardiki, yo'q,
ustozda, asosiy gap ustozda degan fikr bo'lar edi. Aslida esa oiladan ekan. Ota-onalarning o'zi nima qilishi kerak? Eng avvalo, menimcha ba'zi payt shunday fikr ham keladi. Bu rost qay darajada yolg'on bilmadim. Ota-onalarning o'ziga bugungi kunda qandaydir bir intizom, yetarli darajada ilm ota-onalikka kerak deb o'ylayapman men. Albatta kerak. Oila institut degan narsa borda, oila institut. Ba'zi ta'limda bo'ldi shunaqa holatlar, shu oila psixologiyasi degan fan kiritildi. U yaxshi narsa edi. Lekin hozirda shu narsa yo'q, oila psixologiyasi. U bolalarimizga kerak edi. Bolalarimiz ertaga ota-ona bo'lishi uchun shu fanni ham qandaydir bir zamin yarata olar edi. Chunki men o'zim ikkinchi mutaxassisligim maktab amaliyotchi psixologiman. Men ko'pdan ko'p bolalarda kuzatamanki, ana masalan kuzatuv, anketa metodlari bor, boshqalari bor. Men shu narsani bilamanki, bolalarni oilaga tayyorlash aynan bolalikdan boshlanishi kerak. Birinchisi bu ota ibrati. O'zi bor ana ma'naviyat insonga qanday beriladi? Ona suti, ota ibrati va avlod ajdodlarining o'giti orqali. Bu haq gap bu. Agar otamizni o'zi cheksa-yu, farzandiga aytsa-ki, bolam chekma desa, bola analiz qiladi, tahlil qiladi, aytadiki, o'zlari chekadilar-u, menga chekma deb aytadilar. U xo'sh deyishi mumkin, yagona qo'rquv asosida. Qo'rqqani uchun, otasini gapini hurmat qilgani uchun emas, qo'rqqani uchun. Yoki ona o'zi bo'yana turib, masalan, juda oshirib borib bo'yana turib, endi yoshi kattaroq bo'lsa, endi chiroyli go'zallik ko'rinishga harakat qilayotgan bo'lsa, u mayli, lekin bolaga tushuntirish kerakki, qaysi vaqtda boshlash kerak. Zasu aytsaki, farzandiga bu ishni qilmagin desa. Hozir men yoshlarimizda ko'raman, juda ko'p ana sochlarini o'chib yoyish, qosh ko'zlarini bo'yash, me'yordan chiqish. Shu narsa ko'proq ularni qiziqtiradiki, kitob o'qish, yo qaysidir kasbni egallash, yo hunar egallash emas, ko'proq o'zini ko'z qilishga tendensiya ketyapti-da. Moyillik. Men avvallar o'ylardimki, shu bir meni maktabimda shunday ekan. Ta'lim rus tilida olib borilayotgan maktabda shunday ekan deyman. Lekin biz juda ko'p maktablarga boramiz. Seminarlar masalasida, boshqasida boramiz. Yoki masalan o'sha televideniyada ham ko'ramiz maktablarni, yo sir emas, ana internetda hamma holatlarni ko'rgan vaqtda ko'ramanki, butunlay bolalar dunyosi o'zi o'zgargan ekan. Faqat bizni maktabda emas ekan bu narsa. Uydan sochini yig'ishtirib chiqadi-yu, yarim yo'lga kelganda sochini yoyib oladi. Bu narsani lekin katastrofa, sensatsiya qilib qabul qilmaslik kerak. Buni ikki tomonlama o'sha bolaga yordam berish kerak. Birinchidan uni fiziologik o'zgarish bo'lyapti bolada. Uni ham to'laligicha, to'laqonligicha uni o'zini o'zi bajara olmaydi, fiziologiyaga qarshi inson chiqa olmaydi. U xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fiziologik o'zgarish bo'ladi. Shuni ta'sirida u voyaga yetayotganini, hayotda o'zligini, menligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Men ham borman deydi. Biz ko'p qizlar bilan suhbatlashamiz, to'g'risi, qizlarimiz aytadiki, menda uyda mehr berishmaydi deydi. Savol beramiz. Otang, onang borlarmi? Borlar. Bobo, buving borlarmi? Borlar. Qanday mehr kerak senga? Shularni borligini o'zi bir katta davlat deb hisoblamaysanmi? Ular hamma kiyim olib berishadi. Qo'liga ertalab pul berishadi. Qorni to'q bo'ladi, usti but bo'ladi. Lekin bu bola uchun ham faqat yetarli emas ekan. Bolaga mehr berish kerak. Mehrni biz avvalambor o'sha nima ekanligini har bir oila bilib tushunib olishi kerak. Shu ota-ona bo'lishga tayyorlayotgan vaqtda birinchidan har bir insonni, onaning o'zini funksiyasi bor oilada, roli, o'rni, otaning o'zini funksiyasi, roli, o'rni bor. Shuni nima ekanligini tushuntirish kerak.
ota-onalar tushuntirish o'zlari faqat aytish bilan bo'lmaydi singlim. kerak. Tushuntirish shaxsiy namuna sifatida bo'lishi kerak. Juda kerak. Shaxsiy namuna, albatta. O'zingizda yo'q narsani nima uchun bizga vaqtida sening qahramoning kim deyardilar. Insholar yozardik. Mening asarlardagi, masalan, kitobdagi eng sevimli qahramonim kimgadir taqlid. Inson hayotda doimo kimgadir taqlid qiladi. Taqlid qilmasdan hayot to'xtab qoladi, taqlid bo'lmasa, agar intilish bo'lmasa. Bolalarimiz ham bizni hozir boshqa narsalarga taqlid qilyapti. Shu qo'rqitadi-da. Hada zamonaviy qahramon degani ularni nazdida boshqacha kiyingan, odamlardan ajralib turadigan, hatto qizlarimiz sochini qizil rangga bo'yab kelyapti. Mayli, u qiz bola, uni yoshi, aqli hali u narsaga yetmaydi. U aytaman, analiz sintez qilish qobiliyati hali unda rivojlanmagan. Lekin uni o'stirayotgan ota bilan onasi qayerda uni o'rni? Nima qilyapti ular? Qayerga boryapti? Ertaga uni keyin to'xtatib bilmaydigan holatga kelgandan keyin boshni devorga urganni foydasi yo'q keyin. Shunday. Har bir narsani ota-ona farzandni do'sti bo'lish kerak. Men otam bilan onam menga do'st edi. Men har bir gapimni onamga aytardim. Hatto kimdir menga sevgi izhor qilganini ham onamga kelib aytardim. Onam meni urishmasdilar, urmasdilar. Onam meni tinglardi. Bizni hozirgi ota-onalarimiz bolalarni tinglamaydi. Dakansa eshitmaydi oxirigacha fikrini. Bolalar yoshiradi endi gapini. Chunki ichini, yuragini ochgan vaqtda unga noto'g'ri reaksiya bo'lyapti. Qo'rquv bo'ladi. Hada bola bir marta harakat qiladi aytib ko'rishga. Qaraydiki, ota-onadan u xohlagan reaksiya yo'q, u xohlagan tushunish yo'q, mehr berish yo'q. U keyin boshqa joydan izlaydi. Boshqa qahramon topadi o'ziga. U nima uchun bolalarni shu o'sayotgan neolga o'xshatishadi? Bu haqiqat bu. San do'sting kim, men sana kimligingni aytaman deydilar. Hozir ana shu gaplar o'ylada ko'p ishlatilmaydi. Bilasizmi? Men o'zimni nevaralarimga qarayman-da. 8 ta nevaram bor. 8 ta nevara. 8 ta nevara, 3 ta farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Katta qizim o'qituvchi. Onasiga o'xshab, kasbimga o'xshab. Lekin u aslida medik bo'laman dedi, tibbiy xodim bo'laman dedi. Mayli dedim, o'qiyvergin dedim. Ximiya, biologiya fanini juda chuqur o'qib, o'rganib, o'ta mehnat sevar u. Kim bilasizmi? Yerda agar farishta bo'lsa, men uni o'shani farishta deb bilaman. Qizingiz. O'zimni qizimni. U birovni ozor bermaydi, hayotida hech kimni ozor bermaydi. Qizingizga juda Birovni yuziga yugurmaydi. Hatto uni xafa qilsalar ham u xafa qila olmaydi birovni. Yig'laydi, o'tiradi, xafa bo'laveradi, lekin birovni xafa. Uni farzand tarbiyasiga men lol qolaman. Menda yo'q narsa unda bor. Meni orzuyim u deymanda, qizimni, katta qizimni. U farzandlarini bir kunga kamida 200 marta o'padi. Bilasizmi? Mehr, e'tibor Biron marta bolasini jerkanini, urishganini ko'rganim yo'q. Hech qachon urishmaydi. Uni urishgani ana shunday qilib. Qovoq soladi. Bo'ldi, o'shani o'zi yetarli bolalariga. Shunday. Turmush o'rtog'i ham shunday. Bola urishmaydi bular. Men aytaman, sizlar molodetsizlar, haqiqatdan sizlarga ta'm berish mumkin. Ha. Katta nevaram 16 yoshga kirdi hozirda. Ayni balog'at yoshi. Ayni balog'at yoshga. Men uni kuzataman, ko'raman. Endi bu ularni o'ylasi-ku. O'g'li hozir 9-sinf o'qiyapti, kichik o'g'li hozir 6 yoshda. Katta qiz o'zi ingliz tiliga qiziqyapti, o'zi boryapti. Yaqinda sifir olmoqchi u endi, shuni olmoqchi, sertifikat olmoqchi, milliy sertifikat olmoqchi u, chunki xorijga chiqib o'qishni xohlamayapti. Men aytaman, yoshlar uchun shuncha imkoniyat, qizim, balkim borasan. Aslida uni xarakter nuqtai nazaridan haqiqatan u chet elda o'qishni eplolmaydi. Nima uchun? Juda uyalchan, juda ham tortinchoq. Shu mehmon kelsa uylariga uni ko'rmaydi hech qachon. Hatto men buvisi zo'rg'a menga ochiladi-da. Bu faqat xarakter emas, balki tarbiyaning. Tarbiya ham shunday, lekin u bizni uyimizda 6 yil tarbiyalandi-da u. Uni bobosi, ota bobosi aytadilarki,
siz bibisi deylar, man hayronman, qanday siz farzandlaringizni shunday tarbiyalagansiz deyiladi. Tasannu aytadilar, doimo qachon borsam rahmat eshitaman o'sha xonadonga borsamda. Man bilasizmi, shuni o'saman. Man tarbiyalagan qizimdan g'ururlanaman, faxrlanaman. U shunaqa zo'r o'qituvchi, bilasizmi? Bolalarni ham urishmaydi. Hozir hatto bolalar uni quloq soladi. Faqat urishib dars o'tish kerak emas ekan haqiqatda. Qoyil, men ham nimanidir oldim o'zim uchun. Shunda men uni bolalariga bo'lgan mehrini demoqchiman-da. Bir qiz keldi kecha oldimizga. Keyin men aytdim, men mehr ko'rmayman uyimdan shunday deb tashqaridan mehr izlamoqchi bo'ldi. Biz sezib qoldik-da, qizimiz-ku, farzandimiz-ku, bu maktabdagisi ham. Aytdikki, qizim dedik, nima uchun sen bundan, nima uchun ko'chadan izlading kimnidir? Keyin aytdim, uyimda mehr yo'q. Bolalar shu gapni o'rganibdi. Uyimda mehr yo'q deyapti. To'g'ridan to'g'ri aytyapti. Men ularga bilasizmi, ba'zan o'rgatardim, darslarga kirardim. Keyin bolalarga aytardim, ota-onalar savol javob qilganimizda aytardiki, ko'pincha ota-onalari televizorga va telefonlarga vaqtini sarflayotganligini bolalar aytardi. Ota-onalarimiz deydi. Shunda men aytaydim, bitta narsani o'rgataman, qilasizlarmi deydim. Qilamiz derdi. Bugun kechqurun televizor oldida borganingizda, dadangiz agar televizor ko'rib o'tirgan bo'lsalar, shunday boring-u televizorni to'sib, dadajon, men ham borman deb aytinglar dedim. Ana shunday deb bolalarga aytaman. Siz yo onangizga bir, "O'yjon, iltimos telefonni bu yerga qo'ying. Men bilan ozgina suhbatlashing, onajon, men sizni sog'inaman. Men sizni har kun ko'rsam ham siz bilan gaplashmabman anchadan buyon. Onajon, men sizni sog'indim. Gaplaringizni sog'indim." Deng qani, deyman ularga, qizlarga shunday, o'g'il bolaga shunday deymiz. Yetib kelibmiz. Shu qiz aytayapti, mehr yo'q. Ha, nima mehr? Sen uchun mehr nima deb so'radim. Baribir so'rash kerak bolalardan. Sen nimani bilasan? Kechagi bachcha og'zingni yum demaslik kerak. Eshitish kerak. Bola qo'rqadigan narsasini kelib menga aytsa, men xursand bo'laman. Demak, men unga yaqinlashibman. Bola mendan qo'rqmasin. Qo'rqadigan narsasini kelib menga aytsin. Ana u vaqtda men haqiqatan ishimni to'g'ri qilayotgan ekanman deb o'ylayman. Men shunday deb o'ylayman-da, to'g'risi. Yashirgandan ko'ra sirni so'radim, shu uchun ulardan fikr so'rash kerak. Ularni ham eshitish kerak. Mayli noto'g'ri gapirsin. Yo'q, sen noto'g'ri demaslik kerak. Oxirigacha eshitish kerak. Bizda o'zana shu narsa yo'q. Tinglash yo'q. Tinglash qobiliyati yo'q insonlarda. Faqat bo'lish, faqat o'rtasidan kesish, o'zinikini o'tkazish. Bilasizmi? Biz ota-ona, biz bolaga haqqimiz bor. Biz aytganday bo'lish kerak. Mayli, shunday bo'lish uchun avval bu tomonga ham o'zginagina huquq berish kerak, lekin o'zgina, uni ham me'yori bor. Uni o'sha me'yorni topish ham bir qobiliyatda. Men ota-onalik ham hozir xuddi bir mahorat, qobiliyat deb bilib qoldi. Shuni yaxshi ota-ona bo'lish, ana sizning savolingizga. Bu xuddi bir insonda qanaqadir qobiliyat bo'ladi, xuddi shunday qobiliyatga aylanib qoldi. O'sha qobiliyatni rivojlantirish. Endi shu qizimizning gapi bo'yicha mehr uchun hech bo'lmasa men boraman deydi o'yimni oldiga. Quchoqlamoqchi bo'laman deydi. Lekin o'yim meni quchoqlamaydi, qo'rqaman o'yimdan deydi. Ket u yoqroq muncha suykalasan, kichkina bo'lamisan, sen kim nima deydi? Men onam uchun kichkina bo'laydim, olamda. Onam vafot etganlargacha men kichkina bo'laydim. Onamning ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. Keyin 5 ta qiz yo'qlab kelsak agar, shunday kirsak agar, kim deyarlar onam rahmatli. Men desam, ismini aytadi. Nana, qayerdan bildingiz desam, bolajonim, har qaysingni hiding bor. Har qaysingni yurishingni, qadam qo'yishingni men bilaman deyardilar-da. Qanchalik bolani bilarkanlar-da. Biza hozirgi ota-ona shu darajada bolamizni bilamizmi? Savol bir ota-ona bersin. Nahotki o'z farzandini quchoqlash shunchalik qiyin. Siz ertalab agar meni ko'rsangiz agar, men o'quvchilar keladi quchoqlashishga men bilan. Hammasi kelmaydi. Hali mendan qo'rqadigan bolalar bor ekanda, direktor sifatida. Keyin ota-onalar keladi, siz yaxshi psixologsiz, iltimos meni farzandim bilan gaplashing deydi. Mayli deyman, men tayyorman, lekin meni bolangiz psixolog sifatida emas, direktor sifatida ko'radi dedim. Hali u tayyor U emas. menga ochilmaydi dedim.
uni ochilishi uchun dedim juda ko'p vaqt kerak men uchun dedim. U man shunday cho'qirsam, man undan gapini so'ramoqchi bo'lsam, u menga aytmaydi, chunki u meni direktor deb ko'radi. Meni psixolog deb ko'rmaydi deyman. Lekin onalar bolalari bilan suhbatlashishi kerak. Onalar bolalari bilan o'tirishi kerak. Qurib ketsin o'sha telefon, qayerdagi kino, kimnidir hayoti, bizni dadamiz nima deylar, turmush o'rtog'im aytadilarki, shu serial bo'lsa agar aytadilar, "Ey, yo'q qilinglar, kimnidir hayotini, o'zimizni hayotimiz bilan shug'ullanaylik" deydilar. Haqiqatdan kimnidir hayoti mumkin to'g'ri ko'rmaslik kerak degani emas, lekin farzandni dunyoga keltirdikmi singlim? Biz majburiyat oldik. Mas'uliyat. Biz majburiyatimizni bajarishimiz kerak. Singlim, biz ularni oldida hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Xatoni kechirib bilish, singlim. Og'irlik yukni ko'tara bilish. Farzandlarimizni hayotda ertaga yiqilib joydan turib ketadigan qilib tarbiya qilib bilish. Chunki uni men farzandlarimni yig'lab hayotdan o'tishini xohlamayman, kulib o'tishini xohlayman. Lekin men u uchun o'zimni jertva qilishim kerak singlim. Men o'zimni yaxshi ko'rgan ayrim narsalarimdan voz kechishga tayyor bo'lishim kerak. Dugonalar bilan uchrashuvdan qolishim kerak, undan ko'ra bolam bilan uchrashishim kerak. Serialdan, albatta seriallardan, seriallarni ko'rib onalarimiz ham o'zgarib ketdi. Maktabga ertalab keltirarlar bolalarini, qarab o'tiraman. Shu ona shunday kiyinib kelibdi. Juda vulgarnida singlim, ochiq-sochiq. Erta uni farzandi, farzandi keldi bizni maktabga. Deyman, ertaga buni farzandi nima bo'lsa, shuna onalar bor keladi menga dodlab, baqirib kiradi kabinetimga. Tarbiyasi yo'q singlim. Ona bo'lgan, ona bo'lgan, farzand o'stiryapti. Tarbiyasi yo'q o'zida. Keladi. Avvalambor deyman, assalomu alaykum. O'zingizdan yoshi katta insonning oldiga keldingiz deyman. Ana bu yerga o'tiring. Ost-osta gapiring. Meni quloqim nima emas, kar emas. Men juda ham yaxshi eshitaman. O'tirib, tinch nimada, tonda, spokойно gapiring. Men sizni eshitishga tayyorman. Endi men psixolog salgina bo'lsa ham uni bir qavuridan tushirishga harakat qilaman, lekin u qovurini ko'ring siz. Shunda ham u shashni ko'ring siz, uncha energiyasi bor odam energiyasini bolasiga sarflasin. Mani deydi o'qituvchi deydi, bolamga tanbeh beribdi, yuzlarini deydi vlajniy salfetka bilan artibdi. Uyanib kelgan bolasi. Shunga nisbatan ona Ana e'tiroz shu ona e'tiroz berdi. Sizlar deydi yevropeyskiy maktabsizlar deydi. U xohlayaptimi shunday qilsin deydi. Kechirasiz dedim. Biz milliy maktab dedim. Bizda milliy dastur o'tkaziladi. Bizda faqat ta'lim dedim rus tilida olib boriladi xolos. Birinchi, ikkinchidan sizni millatingiz nima? O'zbek. Xo'sh, o'zbek bo'lsa agar singlim dedim. Albatta mumkin emas. Bu yana maktabda odob axloq qoidasi bor. Tanishgansiz, qo'l qo'ygansiz, o'qigansiz. Yo'q, u ana shunday xohlaydi, men uni xohlaganicha. Lekin jamiyatimizga qayerdan keldi bunday onalar? Qayerdan keldi otalar? Otalar bor keladilar. Shunday shart bilan hamda keladilar. O'qituvchi tanbeh beribdi. O'qituvchi unga o'qidi. Men aytdim unga, kerak emas meni bolamga geografiya. Nechun kerak unga geografiya? Men aytdim unga, o'qima dedim. Geografiya darsida o'zini tuta olmagan. O'li bu jo'rasiga tekkan, o'li bunga o'qituvchining darsini buzgan. O'qituvchi tanbeh bergan, o'ta kelyapti, meni farzandimga nima haqqi bor uni deydi. Gapirishga bolalar oldida, kimnidir oldida tanbeh berishga. Men aytganman unga geografiya kerak emas dedi. Agar uyda senga bolaga bilim kerak emas, qaysidir fanni kerak emas deyilsa, bola nima bo'ladi? Shu uchun aytdim bu suhbatimiz boshidagi bu shaxsiy namuna singlim. To'g'ri. Ikkinchi qizim hozir harbiy sohada, o'g'lim ham xuddi shunday harbiy sohada. Ikkinchi qizimni oilasi boshqacha farzand tarbiyalaydi. Qarangda, bir uzumni nimasidan 3 ta farzand,
uchta farzandimni uchta oilasini tahlil qilamanda. Unisiniki ham ona sifatida. Unisiniki nimada? Lekin bilasizmi, ana shu qizlarni tarbiyalash borasida men har safar qaysidir muammoga duch kelganimda singlim faqat onamni eslaganman. Onam ana shunaqa vaziyatda nima qilar edilar? Onam ana shunaqa vaziyatda bizga qanday qilardi? Biz ham shunaqa vaqtga kelgan-ku deyardik masalan. Uylarida men uchun onam ideal ona edi. Juda ham ideal ona edi. Shunday biligicha qoladi hamda bunaqa ideal onalar bilasizmi hayotda ko'p. Shu uchun ham balkim zamonamiz ko'tarib o'tiribdi. Qayerdagi 10%, 20% adashganlarni 80%, 70% hali o'sha oilalar ko'tarib o'tiribdi. Shu uchun ham yurtimiz tinch, yurtimiz nima? Chunki shunaqa onalar, shunaqa otalar hali bor singlim. Hali bor. Endi shuni saqlab qolishimiz kerak-ku, shuni endi ko'paytirishimiz kerak. Ikkinchi qizimni farzand tarbiyasi boshqacha. Unda ikkita o'g'il, bor bu o'zi ikkita o'g'il, 12 boshqa xil. Unda ana bu kattasida bor bo'lgan bolaga mehr berish sal kamroq. Chunki otasi ichki ishlar xodimi, unda kasbiy kasallik bor. Ular shu o'g'limni ichki ishlarga qo'ymoqchi edim, to'g'risi. Ichki ishlar xodimi bo'lsin, o'g'lim desam agar, qizim aytdiki, onajon, qilmang dedi, iltimos dedi. Keyin siz farzandingizni yo'qotasiz dedi. U o'g'lingiz bo'lmaydi, u Alisheringiz bo'lmaydi dedi. Nana dedi, men turmush o'rtog'imdan bilobman dedi. Qanchalik kam vaqt ajratar ekan harbiylar, ichki ishlar xodimlari, ularni bo'sh egishimiz kerak ularga. Qarang, oilasidan ham kechib, ular ish uchun, yurtni tinchligi uchun harakat qilyaptilar. Lekin ana bolalariga o'sha beradigan mehrni boshqalarga bermoqdalar. Ular oilasidagi bolalarga mehr kamroq beryapti. Shuni taqozo qiladi. Bu ham xuddi shunday. O'ylayman, bunisi qarayman. O'g'lim masalan, ayoli tibbiy xodim, hamshira, 3 ta farzandi bor. Bular meni oldimda. Bularni yutug'i sizni ularni qila olmaganini men bu yoqdan to'ldirishim mumkin-da. Bular bolalarni boshqa qilib tarbiyalayapti. Qarangda, baribir masalan meni 3 ta farzandimni yonida boshqa 3 ta oilani muhti vakili bor-ku. U boshqa oilani narsasini olib keladi-da, singli. Ana shu uchun, lekin ayolga ko'p narsa bog'liq singlim. Ana shu 2 ta qizim ham o'sha 2 ta oilani o'zgartira olgan. Bilasizmi, juda ko'p narsani o'rgatgan shular. Endi shu yerda bir gap aytaman, gapingizni bo'laman. Men o'zingiz haqingizda, endi baribir intervyudan oldin ancha surishtiruv va albatta siz haqingizdagi o'sha ma'lumotlarni yig'dik. Siz haqingizda ajoyib bir fikr eshitdim. O'z oilaviy muhitini o'zgartirib, yetuklik darajasigacha olib chiqargan ham ona, ham rahbar deyildi-da. Bu oddiy so'z emas-da. Chunki ayol bo'lishning o'zi, farzandni tarbiyalashning o'zi bir katta topshiriq, katta mas'uliyat. Lekin undan tashqari yana rahbarlik faoliyatini o'zini vazifalari turadi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri 2 ta savol beriladi. Oilangizning muhitini o'zgartira olgan ayol ekansiz va dastlab boshida aytdingiz, oddiy shu shahardan qishloqqa kelin bo'lgan qizman dedingiz va oila muhitini o'zgartirish, kasbda muvaffaqiyatli bo'lish. Ana shunday kasbiy muvaffaqiyat ortida baribir katta qiyinchiliklar va insonlar ham turibdi-da. Ana shu insonlarni ham birma-bir sanab o'tsangiz. Endi birinchi kursda edim, institutga muvaffaqiyatli topshirganman, hamma baholarim 5 bilan kirganman institutga. Topshirgandan keyin u vaqtlarda paxta yig'im terimiga olib ketardilar. Studentlarni paxta yig'im terimiga ketganman. O'sha davr. O'sha vaqtda 1-noyabr kuni paxtadan qaytib kelganmiz. 3-sentyabrda ketganmiz, 1-noyabrda qaytib kelganmiz. Endi bu 86-yilning gapi. Qaytib keldik uyga. Uyda singillarim, 2 ta singlim bor. Chug'ur-chug'ur 2 ta opam, 3 ta qizni otam bir oy ichida 3 ta qizni uzatganlar. Bir oyning ichida,
shunda endi to'g'ri kelgan katta opam 25 yoshlarda, ikkinchi opam 19 yoshida, man 17 yoshda edim, hali 18ga kirmagan edim. Endi paxta vaqtida bir keldim, to'ylarni opamni o'tkazdik, yana ketdim, hech qanaqa gap yo'q edi. Keyin paxtadan keldik, endi 1-noyabr keldik, chag'ur-chug'ur ikkita singlim, apa to'y, qanaqa to'y deyman, apa sizni to'yingiz bo'lar ekan. Manda o'sha vaqt bilasizmi, shunaqa bo'lganki, men juda orzularim ko'p qiz edimda. Men ilmiy ish qilaman, men professor ayol bo'laman. Faqat men uchundir ilmiy ish qilaman deb shuni nima qilgan, professor ayollarga insta dars beradiganlarga havas qilganman to'g'risi. Shunaqa orzularim ko'p qiz edi, lekin shunday o'sha narsani eshitgandan keyin juda yomon bo'ldim. Yig'ladim. Onamning oldilariga bordim. Onajon, qayerdan keldi bu gap? Men biron kishini sevgan bo'lmasam, men biron yomonlik ish qilganim yo'q-ku deymanda, men o'ylardimki, chunki ikkita opam ham sevib turmushga chiqdilar. Men o'ylardim, ular sevgani uchun ularni uzatdilar. Oilaviy hayot haqida baribir primitiv tushunchamiz bor ekanda, juda ham kichik tushunchaga ega ekanmiz. O'sha paytda hatto farzand masalasiga kelganda onam rahmatli aytardilarki, juda chiroyli gapirardilar-da onam. Ma'qul ko'p aytardilar, shunday ibratli nimalarni ko'p aytardilar, aytib, hatto o'zlari to'qirdilar. Aytardilar, bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin farzand bo'ladi derdilar. Men turmushga chiqish bir yostiqqa, ikkita podushkaga emas, bitta yostiqqa bosh qo'ysangiz farzandingiz bo'lar ekan degan oddiy tushuncha bilan yurgan qiz edim men. Xuddi bir prigovor deydilar-ku. Xuddi shunday yangradi. Onamning oldilariga bordim. Bacham shunday bo'lib qoldi. Ana bunday. Endi men boshida aytdim, dadam nima bo'lganlar, yetim o'tganlar. Shu otalari, bobom urushga ketgan bo'lganlar. Onalari ikkita farzand bilan qolgan bo'lganlar. Shu ochlik vaqti, urush vaqti, ochlik, shu kunjala degan narsani yeb onalari o'lgan, shishib o'lib qolgan. Otam bilan singilchalari ham o'lib qolgan, onani emmagandan keyin otam 3 yoshli bola qolganlar, otasiz, onasiz. Otalari ham qaytib kelmagan. Shu ko'cha-ko'ylarda kezib yurganlar qishloqning ichida o'zlari. Keyin shu mening endi o'zi qaynonam, qaynotam deyman, shular turmush qurgan bo'lganlar, bolalari bo'lmagan. Keling shuni olaylik deganlar-yu, mening otamni o'lib, dadamni o'lib katta qilganlar, mehr berganlar, ulg'aytirganlar. Ana shu uchun men paxta vaqtiga ketgan vaqtimda shu qaynotam rahmatli kelganlar-yu, otamga aytganlarki, o'g'lim, endi sen bilan haqiqiy qarindoshlik rishtasini bog'laylik. Sen meni o'g'limsan, eng katta o'g'limsan. Lekin haqiqiy qarindosh rishtasi bo'lish uchun ana ukang, endi ukalari hisobida meni turmush o'rtog'im, ukang armiyadan keldilar, uni uylantirish kerak. Shu sani qizingni olib beraylik shunga. Shu haqiqiy rishtani bog'laylik. Shu meni keyincha kelinim sani qizing bo'lsin. Men shuni xohlayman deganlar otamga. Otam o'zini katta qilgan insonga yo'q deya olmaganlar. U yosh, juda ham yosh, 17 yoshga endi institutga kirdi, 5 yil o'qiydi, ochni o'qiydi u. Desalar, men o'zim o'qitaman deganlar. Men seni farzanding, meni farzandim, men o'qitaman o'zim degan. Qancha nimalik qildim, otam bilan bunday yuzini, betni yirtib ota bilan gaplasha olmasdik baribirda. Otamga aytardik, lekin bunday xarxasha qilib, unaqa qila olmas, tarbiyamiz yo'l bermasdi u vaqtlarda. Turmushga chiqdim 17 yoshda. Oilaga tayyor emas. Shaharda, domda katta bo'lgan qiz qishloqqa turmushga tushdi, mana shu yerga Rabota qishlog'iga. Lekin bilasizmi, sen hech qachon afsuslanmayman. Menga berilgan taqdirga afsuslanmayman. Juda ko'p qiynaldim. Butun boshlik kitob yozsa bo'ladi. Shunday deydi-da inson baribir. Afsuslanmayman deymiz, lekin shu har bir inson hayotida bo'ladi-da shunaqa vaziyatki, bo'ldim. Men yo bu yo'lni tark etaman, yo bunisini, yo mana bunday qilaman.
umidim yo'q deydigan holat hammani hayotida bo'ladi. Shunday. Vaholanki ko'z yoshlaringiz o'zi aytib turibdi, sizda ham bo'lgan bu narsa. Judayam ko'p. Bu holat bo'lgan. Qanday chiqib ketgansiz? Endi Tabiiyki, o'zimga bundan savol tashqari beraman. Qayerdan 17 yoshli qiz kuch topdi? shunday. Qayerdan mahorat topdi? O'shanaqa vaziyatdan chiqib ketishga. Birinchidan u odamlarni taniganimmi deyman. O'zimga o'zim savolim, men ham o'zimga o'zim shu savolni ko'p beraman. Balkim tanish bo'lgani uchunmi deyman. Ikkinchidan bir marta shu savolni berganman. Meni o'qishim qarasam xalaqit berib boshladi, o'ylagan. Chunki 65 yoshda edilar qaynonam. Qaynotam ham 65 yoshda. Ularni xizmatini qiladigan kelin kerak edi-da. Yerda ishlaydigan, sigir sog'adigan, tandirda non yopadigan, xizmat qiladigan. Qishloq joyi juda ish ko'p qishloqda. Vaholanki siz talaba. Kerak edi. Men talabaman, ertalab ketaman. Paxta uchun bizga qo'shimcha yana paralar qo'yiladi. Kech kelaman. Hozirgiday bunaqa transport imkoniyatlari yo'q edi. Avtobusga ilinsak ilinardik, bo'lmasa qolib ketardik, piyoda kelardik, yugurib uyga. Juda qiynalganman o'qishda. Shunaqa azob bo'lganki, shunday masala turdiki, men o'qishni tashlashim kerak yo akademiskiy olishim kerak. Men dadasiga aytdimki, bilmayman qayerdan kuch topdim. Dadasiga aytdimki, men o'qishdan voz kechmayman. O'ylamdan voz kechaman, lekin o'qishdan voz kechmayman dedim. Shu gapni aytdim. Turmush o'rtog'imga aytdim. Endi qaynotam qani aytaman. Sen bo'lib bobo bibi deb kelganman yoshligimdan ularni. Keyin dadasi bildilarki, men qat'iy to'xtadim. O'sha aytdilarki, o'qing. Qancha azob uqubat bo'lsa, men chidashga tayyorman dedilar. Chunki ota-onadan juda ko'p dakka eshitardilar o'shida. Ana men kelin qilib nima foyda qildim derlar. Endi qaynonam o'qimagan, oddiy o'zbek ayoli. Buni normal qabul qilish kerak. Menga xizmat qiladigan kelin kerak edi. Ofsinlar bor. Prosta biz shuna o'ylamizda o'sgan ekanimizki, biz qanaqandir gap degan narsani bilmas ekanmizda. Diqqatingiz o'zingizga bo'lgan. Ko'p gap degan narsa yo'qdi bizni uyimizda. Birovni o'ylasi, birovni bizda muhokama qilinmas edi, to'g'risida. Faqat o'zimizning hayotimiz bor edi. Biz tushgan oilada qishloq joyi hamma narsadan odamlar gap topar ekanda. Qishloqni o'zi bir qiyin mashaqqat ekan. Kiyinishingizga ham juda e'tibor berishingiz kerak. Sochingizga ham har bitta harakatingiz odamlar nazoratida edi ekanda qishloqda. Shunday. Hamma bir-birini taniydi qishloqda. Go'yoki xato qilishga haqqingiz yo'q. Yo'q. Chunki xato qilsam ham butun boshli oilamni bu yerda nimasiga yuziga xuddi dog' tushirganday bo'laman. Keyin bilasizmi? Ajralish fikri ham kelgan singlim, to'g'risi. Keldi. Shu narsalardan, azoblardan qutulishni yagona yo'l ajralib ketish kerak edi. Chunki qiynalib boshladim o'qishda. Farzandim dunyoga keldi. Yaxshi ko'rardim. Men uyqudan voz kechganman. Chexovning bitta asari bor-da. Uxlashni endi men buni shunchaki perevod qildim, balkim uni o'zbekchaga spать хочется deganda. Uxlashni xohlayman. O'sha Chexovning asariday meni yagona niyatim to'yib uxlash edi. Chunki farzand bilan uxlay olmaysiz kechqurun. Bu yoqdan o'qishga borish kerak. Rus tilini til o'rganadigan studentga, talabaga juda ham qiyin. Har kun kamida 2-3 asarni o'qish kerak. She'r albatta yodlash kerak. Agar o'qituvchi she'rni o'zi yoddan bilmasa, u o'quvchidan talab qilishga haqqi yo'q. Men shunday deb o'ylayman-da. Siz yoddan bilishingiz kerak. She'r yodlardik, katta romanlarni, poemalarni, qissalarni parchasini yodlardik. She'rlarni institutda uncha 4 ta misradan iborat she'r emas. Uni yodlash kerak. Ham ayollik vazifasini bajarish kerak singlim. Bu yerdan farzandingizga onalik vazifasi, bu yerdan kelinlik vazifasi. Qayin singli kimgadirman ofsinman. Ularni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak. Hamma farzandlar atroflarida. 3 ta qaynakam atrofimizda. Har kechqurun
hammalari bunisini 5 ta farzandi, bunisini 6 tasi hammasi kelar edi bizni uyimizga. Shuncha odamga ovqat qilardik, shuncha odamni posudasini yuvardik. Undan keyin hammani tinchitgandan keyin darsni ko'tarardim singlim. Ertalab 3-4 gacha darsimni qilib, o'sha darsda uxlab qolardim. Yana ertalab barvaqt turib, sigirni so'g'ib, chunki oiladan ham gap eshitmaslik kerak. O'sha gapdan odam to'yar ekanda. Shu kelardim, shu non haqida gap ketardi-da, ana men non yopdim. Endi men qancha non yeyishim mumkin deb o'ylasangiz, o'yladi. Yesam bir parcha non yarman. Ertalab ketdim, tamom, obed boshqa joyda ujinga kelardim, tamom. Gap ko'tara olmaydigan. Gap yo'q, men keyin axir bir kun o'tirdim, aytdim. Ungacha 70 ga kirdilar qaynonam, qarib o'sha institutni tugatar vaqtim edi. Shuni aytdim, shu 70 ga kirayotgan ayol dedim, qilgan ishni nahotki men qila olmasam dedim. Bir qilib ko'ray, qani ishonmaysiz, xamir qo'rishni yonida o'tirardim, yordamlashardim. Yakshanba kunlar boshqa kunliki yordamim tega olmasdi. Xamirni ertalab qurish kerak, obedga yopish kerak. O'tin ketirib berardim, tandirni ba'zan yoqib berardim, lekin mustaqil qilmaganman o'zimda. Keyin bir kun shu gap fikrim keldi-yu, aytdim, to'xta dedim, shu ayol dedim 70 ga kiryapti, shu odam qilgan ishni men nahotki qila olmasam dedim. Sigir sog'ishni o'rgandim singlim. Cho'piq qilishni o'rgandim. Hozir men bemalol agronom sifatida yerdagi qaysi ekin qanday ekiladi, qanday yetishtiriladi, qanday parvarishlanadi, keraksa aytib berib bilaman singlim. Bemalol. Ha, chunki o't o'rish bo'lsa, o't o'rishga kirganman. Gap eshitib bo'lsam, shu qilar edim-da. Bitta narsani bilaman singlim, men mehnat bilan yengdim ularni. Boshqa narsani yo'li yo'q edi. Mehnat bilan. Menda ana unaqa qanday ko'ngil olish degan narsa yo'q edi singlim, to'g'risi. Yo'qlamalik qilib, Da, shunaqa narsa menda yo'q edi singlim. Udda birov kelinlar bor-ku, gap bilan. Ish qilmaydi, lekin gap bilan yo'q. Uncha qo'chani ketiradi, qaynonani ko'nglini oladi. Biz shuncha ish qilsak ham, lekin mehnat bilan haqiqatan ko'ngil topsa bo'lar ekan. Mehnat bilan yengdingiz. Yengdim. Shu nonni ham yopdim singlim. Hech nima emas ekan. Shunchalik og'ir tuyulsa ham agar haqiqatan hech nima emas ekan. Uni ham o'rgandim. O'sha kundan qaynotam aytdilar, bugundan boshlab dedilar, kelin siz non yopasiz, o'yjoningiz non yopmaydilar. Chunki men nonga sut ham solibman, yog' ham solibman, ko'p narsa solibman. Shunaqa non bo'ldi, o'sha birinchi nonim hali ham esingizda chiqmaydi. To 5-kursni tugatguncha singlim 3 ta farzandli ham bo'ldim. 17 yoshdan 22 yoshda 3 farzandning onasi edim. Qoyil. Endi bu gaplarni aytganingiz yaxshi bo'ldi, chunki hozir yosh oila qurib, tez ajrim bilan katta ko'rsatkichda ketyapti. Endi siz ham aytdingiz, men ham ajrashmoqchi bo'lganman. Edim. Bilasizmi nima to'xtatdi singlim? Shu nima to'xtatdi? Men shuni nima to'xtatdi? Ikkita singlim bor edi-da. Men bitta narsani o'yladim. Dedim, agar men ajrashib bo'lsam, meni singillarimni kim bo'ladi? Opasi ajralib kelgan, demak bular yaxshi. Men ularni nima uchun baxtini to'sishim kerak? Bir, ikkinchidan otam bilan otamni katta qilgan farzand sifatida katta qilgan odamlarni orasi buzilishiga sabab bo'lmaymanmi? Men hali ham o'ylayman, qayerdan meni miyamga shu aql kelgan? O'sha paytda. Ha, balkim haqiqatan shu ham onamni nimasidir. Lekin onam doim aytadilar, sabrli bo'linglar bolam, sabrni tagi oltin, sabrni tagi oltin. Endi aytib bilaman nima ekan u sabrni tagi oltin degani. Hamma narsaga erishdim singlim. Uylik, joylik, bolalik. Men hayotda baxtli ayolman. Meni tushunadigan turmush o'rtoq bor. O'sha vaqt ham o'qishimga yordam berdi. Qaynona, qaynotam masalan moddiy tomondan yordam berdi. Ota-onam yordam berdilar. Men farzandlarimni onam katta qilganlar. Ertalab institutga ketishga onamga eltib berar edim. Onamga qo'yar edim. Institutdan qaytayotganda yana olib bolani etar edim. Chaqaloqni shuni raddomdan chiqardik, ertaga institutga borardik-da. Shu darajada shu chaqaloq bolalarim ham yo'lda yurgan. Keyin shu 10 oylik bo'luvdiki katta qizim onam aytdilar, bolam bo'ldi, endi qo'y shuni dedilar, menga sherda tursin. Bolang faqir dedilar, juda ham dedilar, yig'loq emas, qo'y dedilar, bor uyingga dedilar. Shunmas uyga kelganman. Shunay endi yig'layman, ko'zlarimdan sharshar oqadi yo'qmi? Bolam-ku. Qarang-da, onamda qoldi, endi bugun ketirmadim deb
ko'z yoshimdan shash qatori yosh oqibdi, u qadar men ovqatimga to'mibdi yosh. O'shanda ham hech kim aytmadiki, "Hay bacham, tur, bor o'sha yerga tur, nima qilganingcha" debda. O'qish bitirib. Ha, qanaydir bir sharoit ham nima qilinmadi. Turmush, endi bo'lmadi-da singlim. Shu uchun men hammalardan minnatdorman. Lekin chidagansiz ham, o'zingizda ham sabr bo'lgan ekanda. Judayam. Shunaqa sevimli kelinga aylandim keyin. Endi o'qituvchi edim. 3 yilgina o'qituvchilik qilganman, to'g'risi. Qarang, tanqid qilinadigan kelindan eng sevimli kelingacha, eng kerakli bo'ldim, bilasizmi? Shunday bo'ldiki, shu qaynonam rahmatli o'lishlaridan oldin xotiralarini yo'qotdilar-yu, bir tomoni eslab qolganlar, ishonasizmi? Bu ham bir karomat deb o'ylayman. Shunaqangi menga yopishib qoldilar, hatto farzandlar xotiralaridan ketdi. Lekin meni eslab qolganlar, uni qarang. Chunki doimo yonlarida o'zim edimda. Shunday bo'ldilarki, eng sevimli kelin bo'ldim. Eng sevimli balkim ayol bo'ldim, chunki hayotda hech qachon xiyonat qilmadi turmush o'rtog'im. Qancha qiyinchilik bo'lsa birgalikda yengdik. Ba'zan tushundik bir-birimizni, ba'zan tushunmadik. Lekin farzand uchun o'sha 3 ta farzandim dunyoga keltirgandan keyin ajralish degan fikr umuman yo'qoldi endi. Endi yo'q dedim. Endi men bular uchun javobgarman. Nima uchun men bolalarni otasiz o'sish kerak? Meni sabrsizligim uchunmi? Turmush o'rtog'imiz ham bir mardlik qilgan ekanlar. Shu bo'ldi, chidolmayman, o'qiyman, yaxshisi ajrashaman degan payt. Bir kun ham institutni tashlagin demadilar. Qo'yilman. Biz hozir ham bir-birimizga siz turgan ekan. Turmush o'rtog'im. Men hech qachon direktor bo'lmasdim sen. Hada, shuning uchun. Bundan ham yuqorilarga ketish uchun bor edi imkoniyat. Lekin men o'yladimki, shu yerda chegara qo'yishsam balkim yetar dedim. Chunki u narsalarga erishish uchun o'sha oiladan yiroqlashish kerak edi. Biz bugun nimagadir erishish uchun hamma narsadan kechishga tayyor avlodmiz go'yo. Oila bugungi yosh qizlar, kelinchaklar hayotida eng so'nggi va balki keraksiz ro'yxatda turgandek. Qahramonimiz bilan kadr ortida suhbatlashar ekanmiz. Meni ko'rgan inson siyosatli, zabardast, oilada umuman qiynalmagan deb o'ylaydi, dedilar. Ammo men kelinlik davridagi hayotimni kimgadir aytsam, qanday dosh bergansiz deb qolishadi. Bugungi kunda butun bir maktabni bir maromda ushlash, oila mojarolari xalq bilan yuzlashish, bularning birontasi oson emas albatta. Qoyil qoladigan tomonim shuki, ustoz har ikki jabhada yuksaklikka erisha olgan inson. Bugun ko'plarga o'rnak bo'lsa arziydi, ham ish, ham oila borasida. Soatlab qurgan suhbatimiz men uchun bir kitobni o'qigandek ta'sirot berdi. Lekin anglaganim, hali bu kitobda qidiradigan, bilishni xohlagan narsalarim juda ko'p. Shuning uchun ham xayr emas, balki ko'rishguncha deb qolamiz. Ustoz bilan imkonimiz bo'lishi bilanoq yana mazmunli suhbatga oshiqamiz. Ajratgan vaqtingiz uchun benihoya tashakkur. Qadrli tomoshabinim, mulohaza bu ko'rganda o'z-o'ziga savol berishga undaydigan, chin ma'noda o'ylantiradigan dastur bo'lishi uchun harakatdamiz. Zero bu bilinyapti degan umiddaman. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha salomat bo'ling.